Ikki erkak issiq va chang bosgan tog' ichiga o'yilgan tunnel bo'ylab yurib borishardi. Ularning mash'alalari devorlarga tushayotgan yorug'lik yordamida g'ayrioddiy hierogliflar bilan qoplangan yozuvlarni ko'rishga imkon berardi. Ular avval ham ko'plab qabrlarni o'rganishgan, lekin bunday belgilarni ilgari hech qachon uchratishmagan. Uzoqroqda devorga suyanib o'tirgan odamni payqab qolishadi. Ulardan biri shosha-pisha oldinga yuguradi va bu odam juda uzoq vaqt oldin bu yerga qolib ketganini ko'radi. Faqat suyaklar va bir necha mato bo'laklarigina qolgan edi. Erkak skeletni tekshirayotganda uning sherigi uni chaqiradi. U nimanidir ko'rsatmoqchi edi. Sherigi tunnel devordagi teshikdan qarab turardi va narigi tomonda ulkan g'or bor edi. G'orning o'rtasida ikkala erkak ilgari hech qachon ko'rmagan ajoyib manzara ko'rinardi. G'orning shiftidan pastga cho'zilgan ulkan, teskari piramida. Ular bir-biriga hayrat bilan qarashadi va darhol tunnel bo'ylab pastga qarab yugura boshlashadi. Ularning fikricha, tunnel ularni piramidaning ichidagi ajoyib xazinalarga olib borishi kerak edi. Tunnel devordagi boshqa teshiklarga qarab, ular piramidaga tobora yaqinlashayotganliklarini his qilishardi. Nihoyat, ular piramidaning eng yuqori va eng keng qismiga olib boruvchi kirish joyiga yetib kelishadi. Ichkariga kirganlarida yo'laklar avval uchratganlaridan 2 baravar balandroq ekanini va yana o'sha g'alati belgilar bilan qoplaganini ko'rishadi. Ular yo'lak bo'ylab yurib borishar ekan, tez orada bu joy murakkab burilishlar, ko'plab yo'nalishlar va yakuni o'limdan iborat ekanini tushunishadi. Bu labirint edi. Nega kino sharhlar, qo'rqinchli animatsiyalar va Arnoldning sarguzashtlari kam chiqayotganini bilmoqchimisiz? Bo'lmasa eshitib oling. Shirin olma ekan. O'zbekcha kontentlarga YouTube pul bermasdi. Shu sabab biz Amerikan kanallarni yurg'azib, bir videodan hattoki $500 gacha daromad olyapmiz. Eng zo'r tomoni, umringizni oxirigacha bu videolar sizga soqqa to'laydi. Mayda Amerikan kanallar sizga oyiga $300 dan $500 gacha daromad olib keladi. Lekin 10 ta bo'lsa-chi, kalkulyatorga solib ko'ring. Buni siz ham qila olasiz. Nima kerak deysizmi? Oddiy telefon bo'lsa bas. Ingliz tilini esa bilish shart emas. Shunchaki bizning Telegram kanalimizga o'ting, tekin darslarni va YouTube'da kanal yurg'azib, soqqa bosishni o'rganing. Erkak orqaga o'girilib do'stiga bu joydan chiqib, keyinroq boshqalar bilan qaytib kelishni taklif qilmoqchi bo'ladi. Ammo atrofga qaraganida o'zini yolg'iz holda topadi. Ular qandaydir tarzda bir-biridan ajralib qolishgan. U darhol yugurib o'tgan yo'llarini eslab, orqaga qaytishga harakat qiladi. Bu yoqdan u yoqqa burilib, avval bosib o'tgan yo'llarni qayta eslamoqchi bo'ladi. Lekin birdaniga to'xtab qoladi. Quloqlari g'alati ovozni ilg'aydi. Metallning g'ijirlagan ovozi butun atrofni qoplaydi. Erkak hayrat va qo'rquv bilan devorlarning harakatlana boshlaganini kuzatadi. Ular joyidan siljib boshlaydi. To'satdan uning oldidagi ochiq yo'lak yopilib, orqaga yo'li butunlay berkilib qoladi. U dahshat ichida qichqirib yuboradi, lekin unga hech kim javob bermaydi. Sarosimaga tushgan holda u labirint ichiga yanada chuqurroq yugurib ketadi. Ammo qancha urinmasin, do'stini ham, chiqish yo'lini ham topa olmaydi. U qancha vaqt yurgan? Soatlar, kunlar. Devorlar yana bir marta siljiganini aniq eslay oladi. Toqati toq bo'lib, devorga suyalib o'tirib oladi. Biroz dam oladi-da, keyin yana davom ettiradi. U bu joydan chiqish yo'lini topishi kerak. U qochishi shart. Salom, men Dr. Bobman va bu SCP-875, ya'ni urush jinoyatchilari. SCP-875 bu SCP boshqarmasi tomonidan o'rganilgan ulkan yer osti piramidasining belgisi bo'lib, uning aniq joylashuvi qat'iy sir saqlanadi. Hozircha bu piramidaning qurilishi haqida hech qanday tarixiy hujjat topilmagan. Biroq SCP-875 inson tomonidan yaratilganiga ishora qiluvchi dalillar mavjud. Piramidaning tashqi tomoni Misr piramidalaridagi kabi oddiy qum toshdan yasalgan, lekin ichki qatlam hali aniqlanmagan metall qotishmasidan iborat. SCP-875 ning birinchi qavati tunnel orqali kirish mumkin bo'lgan hudud bo'lib, u yerda insonlar ancha baland bo'lgan mavjudotlar uchun qurilgan, ko'rinadigan bir nechta yo'laklar mavjud.
Ushbu yo'laklar chalkash labirint shaklida joylashgan bo'lib, ular orasida aylanma yo'llar va yopiq chiqishlar ham bor. Bundan tashqari, labirintning tuzilishi davriy ravishda o'zgarib turadi. Devorlar va pollarga joylashtirilgan mexanizmlar har 48 soatda avtomatik ravishda ishga tushib, butun yo'nalishni o'zgartirib yuboradi. Agar kimdir SCP-875 ichiga qolib ketsa, u kirgan yo'l orqali chiqishning imkoni bo'lmasligi mumkin. Biroq, labirint ichida yashirin bosim plitalari va tutqichlar joylashgan bo'lib, ularni faollashtirish orqali devorlarning ayrim qismlari ochilib, yangi yo'llar va qisqa yo'laklar paydo bo'ladi. Ammo bu tugmalarni bosilishi SCP-875-1 deb nomlangan mavjudotlarning chiqib kelishiga sabab bo'ladi. SCP-875-1 uzunligi taxminan 6 cm va og'irligi 3 gram bo'lgan mayda uchuvchi hasharotlarga o'xshash jonzotlardan iborat. Ular yer yuzidagi hech qanday ma'lum hasharot turiga o'xshamaydi. Bu esa ularning kelib chiqishi begona sayyoralarga tegishli bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Bu mavjudotlar ozod etilganida eng yaqin odamga hujum qilib, uni tinimsiz chaqishadi. Ularning chaqishi kuchli kislotali bo'lib, nerv va paylarga jiddiy zarar yetkazadi. Ushbu kuchli kislota va ularning guruh bo'lib hujum qilish xususiyati tufayli jabrlanuvchilarning qo'l va oyoqlari deyarli suyuqlanib ketgan holatlarda aniqlangan. Oldin SCP-875 ichida portlovchi moddalar qo'llanilganligi sababli ikkinchi quyi qavatga olib boruvchi ochiq teshiklar hosil bo'lgan. Agar labirintning hozirgi konfiguratsiyasi bunga ruxsat bersa, bu ochiq teshiklarga osongina yetib borish mumkin. Ikkinchi qavatning asosiy xususiyati 4 ta katta idishdan iborat bo'lib, ularning har biri oddiy suvga o'xshash tiniq suyuqlik bilan to'ldirilgan. Ushbu suyuqlik SCP-875-2 deb belgilangan. Agar insonlar SCP-875-2 ta'siriga duch kelsa, ular amnestik xotirani yo'qotuvchi ta'sirni boshdan kechiradilar. Biroq bu jarayonda ular o'zlarini baxtli va qoniqqan his qilishadi. Ikkinchi qavatdagi texnik xizmat ko'rsatish tunnellari bo'ylab harakatlanish 3-qavatga olib boradi. U yerda ulkan yadro reaktori joylashgan. Ushbu reaktor piramidaning ushbu darajasining aksariyat qismini egallagan va o'z-o'zini sovutish xususiyatiga ega ko'rinadi. Chunki hech qanday portlash yoki yadro falokati belgilari aniqlanmagan. Bu reaktor butun piramidani, jumladan birinchi qavatdagi labirintni qayta tuzish mexanizmini va SCP-875 ning eng quyi sirli darajasiga joylashgan narsalarni quvvat bilan ta'minlaydi. Piramidaning 4-qavatiga bevosita kirish yo'li mavjud emas. Biroq 3-qavatning pol qismida qazish ishlari olib borilganda hayratlanarli narsa topilgan. Kichik bir xonada 10 ta alohida kriogen stas kamerasi joylashgan bo'lib, ular aylana shaklda joylashtirilgan. Eng ajablanarlisi, ularning barchasi egallangan. Har bir kamerada taxminan 3 metr balandlikda va 240 kilogramm og'irlikdagi ulkan hasharotsimon mavjudotlar joylashgan bo'lib, ular SCP-875-3 deb belgilangan. Bu mavjudotlarning 3 nafari o'z kapsulalarining ishlamay qolishi natijasida vafot etgan va ularning tanasi jiddiy chirigan. Yana bir nechta hasharotsimon mavjudotlar og'ir shikastlangan. Biroq bular kriogen kameralar nosozligi natijasimi yoki ular bu holatga tushdan oldin jarohat olganmikan, hozircha noma'lum. Bu mavjudotlarning aniq kelib chiqishi kim ekanligi yoki umuman yer sayyorasidan ekanligi noma'lum. Biroq SCP-875 ning birinchi qavat devorlariga o'yib ishlangan tasvirlari o'rganish natijasida qiziqarli ma'lumotlar topilgan. Ulardan birida SCP-875-3 ga o'xshash 2 mavjudot tasvirlangan bo'lib, ulardan biri ikkinchisiga nayza bilan zarba berayotgan holda tasvirlangan. Bu esa bu mavjudotlar o'rtasida ilgari qandaydir zo'ravonlik bilan bog'liq mojarolar bo'lganligini anglatishi mumkin. Keyingi tasvirning birida SCP-875-3 ga o'xshash mavjudot inson shaklidagi figuraga tosh lavha taqdim etayotgani tasvirlangan. Bu inson qadimgi Misr kiyimida tasvirlangan. Biroq u hasharotsimon mavjudotga orqa o'girgan holda turibdi.
Bu esa ehtimol ular o'rtasida muloqotning buzilganini yoki misrlikning hasharotsimon mavjudotlarni tinglashni istamaganini anglatishi mumkin. Uchinchi tasvir esa butunlay boshqacha manzarani tasvirlaydi. Endi ikki gumanoid mavjudot hasharotsimon figuraga ta'zim qilmoqda. Ularning yonida esa chashka tasviri bor bo'lib, unga bir tomchi suyuqlik tushayotgani aks etgan. Bu SCP-875-2, ya'ni amnestik ta'sirga ega suyuqlikni va uning odamlarni bo'ysundirish uchun qanday ishlatganini anglatishi mumkin. Ushbu farazni yana bir tasvir qo'llab-quvvatlaydi. Unda hasharotsimon mavjudot ikkita insonni katta tosh blokni arqon bilan turtayotganini kuzatayotganini tasvirlangan. 5-tasvir esa yanada g'alati manzarani namoyon qiladi. Unda hasharotsimon mavjudot inson shaklidagi o'lik jonzotning yonida turibdi. Undan bir qismini iste'mol qilayotgani aks etgan. Nihoyat 6-tasvirda esa hasharotsimon mavjudot kichik to'rtburchak shaklidagi joyga joylashtirilgan. Bu ehtimol piramidaning eng quyi darajasida topilgan kriogen stas kapsulalarini anglatishi mumkin. Xo'sh, stas kameralarda uxlab yotgan mavjudotlar piramida devorlariga o'yilgan tasvirlardagi xuddi o'sha jonzotlar bo'lishi mumkinmi? Ular yerga kelib, bir guruh odamlarni o'zlariga bo'ysundirishgan va o'zlari uchun ushbu ulkan inshootni qurishganmi? Bu piramida ularning stas kameralarini saqlab, ularga abadiy uyquga o'xshash holatda yashash imkonini berganmi? Balki bu savollarga javobni fondatsiya tomonidan aniqlangan sirli uzatish berar. Noma'lum manbadan kelgan bu uzatish ingliz tilida bo'lgan. Biroq uning grammatikasi va so'z tanlovi juda oddiy bo'lib, uni yuborgan shaxs tilni juda kam bilganligini ko'rsatgan. Uzatish aniq va shubhasiz tarzda urush jinoyatchilarining qaytarilishini talab qilgan. Agar ular qaytarilmasa, 95% tur yo'q qilinishi bilan tahdid qilingan. Shundan so'ng ushbu urush jinoyatchilari tomonidan sodir etilgan qator jinoyatlar, jumladan qirg'in va odamxo'rlik ayblovlari haqida batafsil ma'lumot berildi. Xo'sh, SCP-875 ning eng quyi darajasida joylashgan mavjudotlar aslida kim? Ular qochqin jinoyatchilar edimi? Boshqa sayyoradan yoki hatto boshqa dunyodan kelgan urush jinoyatchilari? Ular adolatdan qochib, yerga yashirinish uchun kelgan bo'lishi mumkinmi? Buni aniq bilish imkonsiz. Chunki uzatishning sifati yomonlashadi va oxirida mutlaqo tushunarsiz holga kelib uzilib qoladi. SCP-875 barqaror joylashuvi va uni jamoatchilikdan nisbatan oson yashirish imkoniyati sababli safe xavfsizlik toifasiga kiritilgan. Uning joylashuvi rasman xaritalarda harbiy baza sifatida belgilangan. Sun'iy yo'ldosh tasvirlari esa Watson 24 tartibi bo'yicha o'zgartirilgan. Ushbu hududga yaqinlashgan fuqarolar fondatsiya nazoratiga olinib, A-klass amnestikalari bilan davolanadi. Tadqiqot xodimlari faqat 2 nafar xavfsizlik xodimi kuzatuvida SCP-875 hududiga kirishlari mumkin. 6 nafar texnik xodim esa yadro reaktorini doimiy ravishda nazorat qilishga majbur. Agar biror bir xodim SCP-875-1 kislota ajratuvchi hasharotsimon mavjudotlar tomonidan chaqilsa, shifokorlar joyida ish qilish uchun ishqor bilan davolaydi. Agar jarohatlar juda og'ir bo'lsa, zararlangan a'zoni amputatsiya qilishga ruxsat berilgan. Agar SCP-875 3dan birortasi faollanib qolsa, xavfsizlik xodimlari uni o'ldirmasdan tinchlantirishga harakat qilishadi va qo'shimcha tadqiqotlar uchun maxsus xavfsiz hududga olib borishadi. Endi borib, Dr. Bobning fayllardan yana biror birtasini tomosha qiling va biz ungacha SCP-ni boshqa fayllarni siz uchun tayyorlaymiz. Aytgancha mehnatimizni qadrlab, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr ko'rganda ko'rishguncha, sog' va salomat bo'ling. Yangi va qiziqarli SCP-lar Telegram kanalimizda.